Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan pip VS Code'da nimaga error chiqarayotganini ko'rib o'tamiz. Hozir men Python uстановка qilib qo'yganman. Pip bilan biror kutubxona yuklab olmoqchiman. Pip version. Bu yerda pip is not deyapti. Ya'ni pipimiz, ya'ni Pythonimiz uстановка qilingan, o'rnatilgan, lekin kompyuterimiz pazga qo'shmagan. Buni bilishni yagona yo'li edit environment degan variables for your account degan joyini topib olamiz. Bu bo'yicha pushdan searchga yozamiz. Bu yerdan pazga kiramiz. Xo'p, bu yerda bizlar uстановка qilib, ya'ni ishlaydigan dasturlarimiz location, ya'ni lokatsiyasi berilgan. Bizda bu yerda Python yo'q. Python topishimiz uchun yana poiskga kiramiz. Python desak, mana bu qora fondagi Python 3.12.64 bitli faylni topib olib, uni open file location, ya'ni fayl turgan joyini topib olamiz va bu yerdan yana faylni topib olamiz. Bu yerdan script bo'limiga o'tsak, pip bor. Endi bu yerni mana bu linkini, ya'ni turgan joyini copyright qilib olamiz va bu yerga tashlab okka bosamiz. Hali ishimiz tugagani yo'q. Bu yerda qo'shildi, script faylimiz qo'shildi. Endi Python 312 ni o'zini ham nima qilib olamiz. Xo'p. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Bu yerda restart qilib olamiz. pip version. Mana pip faylimiz topildi. Endi bemalol pip install qilib ketsangiz ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang.